Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda bar ediniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamra bu ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izdinish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Yaxshimisizlar, xush keldingiz programmamizning aziz mehmonlari. Hammangizlar xush keldingizlar. Xush keldingiz programmamizning bugungi soni bilan sizlar bilan qayta yuz ko'rishganligimizda intayin xursandmiz. Xush keldingiz programmamizning bugungi sonida sizlar bilan yana yuz ko'rishganligimizda intayin xursandmiz. Bugun sonimizda yana biz o'zimiz yaxshi ko'radigan, xalqimizning e'tirof qilishiga erishgan yoshlarimizdan Akbar Abaydulla, Elzat Muhammad va Xalmurat Raqib qatorliq inlarimiz bilan suhbatda bo'lmoqchimiz. Huzuringlar, diqqatinglar bizda bo'lg'ay. Inim Akbar yana bizning shu mandaq aytganda İpek Yolu Sadasi tunji qarorining munavvar o'quvchilaridan biri. Mening bilishimcha Akbar 90'lik yigit bo'lib, amaliyotda musobaqa qatnashishdan burunla o'zimizning shu VCD, DVD, uning naqsh plastinkalari orqali biz Akbarni tunib olgan. Bu allaburun öz dairesinde bir münevver naqshchiga aylangan yigit. Endi bugün bilmekçi bo'lgan suhbatimizda yana bilmekçi bo'lgan bir temalarımızdan birisi Akbar shunchalik ta'sir ko'rsatgan bir naqshchi. Hatto musobaqa qatnashishdan burun plastinka ishlagan. Naqshchilik mi qilgan? Qilgan. Mana shunda bir yaxshi natijalik bir naqshchi. Alda qarab menga emasdan nemishga İpek Yolu Sadasi ibaret bir musobaqa qatnashish yo'lini tanlab olgan. Kichikdan qilgan bo'ldik, plastinka ishlagan bo'ldik. Arzu bağışqa tığım çoğun dairlik bir ustozlarning yo'lini besib, sizning izingizni besib, tığım bir cho'nqurlab, xalq avomga bir tığım kengayroq tunilib boqadi degan maqsad niyatla bu programma qatnashgan. İpek Yolu'ga qatnashishdagi maqsad texnik ko'p odamga o'zimizning talantimizni, asarlarimizni tunushtirish maqsadida. Emniyatda Akbar abay deganimizda mayli 90 Turpanda bo'lsin, mayli butun Şinjanning qaytalarida bo'lsin, Akbar Abaydullahning naqshlari bizga notanish emasdi, shundaymi? Munosib o'zimizning tomoshabinlarimiz bor edi. Naqshi aytishni men kichik vaqtimda aqlimni bilsam naqsh aytdim. Doğrab aytdim, o'rganib olgan narsamni aytdim. Akbar, sening kichik vaqtingdagi eng burunqi esingda qolgan naqsh aytgan vaqting qaysisi? Mening esimni qilishcha shu boshlang'ich maktabga kirib, bizning she'r ma'lum deymizga, shu vaqtlarda. She'r ma'lum. Muzika o'qituvchimiz shu dars kirgandan boshlab shu aytish boshlaganman. Boshlang'ich maktabdan boshlab. Dersler öğrenişler birlikte şu plastiklerin anlayan naqshlarni şu isimli qilishchi Ahmadjon Mamtiminiki, marhumniki, şu adamniki bir turkum naqshlayapti, o'zi halol muqamniki çaldigan muqam muzika, shuni bizning ma'lum bolalarga darsni sirtqi vaqtlarda aytadigan bo'lgandan keyin, qildigan bo'lgandan keyin, voy ma'lum Akbar ashuni qilib bergan bo'lsa desa süpürgeni alimizda vaqtida süpürgeni shu gitta qilib og'zimda do'rab shuna chilib qildigan. Naqshni shu vaqtlarda boshladik endi. Boshlang'ich vaqtda demak. Boshlang'ichda naqsh etish qiziqish boshlanganda. Ma'lumlarning yetakchiligida shuna do'rab, gitar chalolmagan bilan gitarni do'rab. Men buni tushuna olmayman. Kichik vaqtimda boshlang'ich maktabda tashviqot
ömürki təşviqat ettirdi deyilgan. Uğurlavatıyıq, şiir malım, nakşı malım degende. Malım lavatçıların yetekçiligide nakşılarını ügünettik. Biz gerçi bek yaxşı kılamısak mı? Malımlar bek rağbetlendirdi. Belki aşı vaxtıda ki malımlar senin nakşı yetiştin mi bekrek, doğru vatqının mı, gitarların ağzında çağının mı, süpürgünün avaz çıkmağın dikin çokum doğraysan ya. Onun kendine nakşını bulap etkinliğini görüp bir xil kızlık duyulgan buluş mümkün. Emniyette bu bir talant. Elikki konularda balanın oynayışıga vaqt degende çok. Mesela hiç vaqtını belki başqalarında kızlık duyulgan taraftan buluş mümkün. Ha şu demek şu süpürgen gitar qilib çalgan qaraganda mayliqli senin başqalarını doğraydigan bir qabiliyetin şu vaqtında bakene. Belkim şundaqmikin deb o'ylayman. Bu anamning manga deb berishicha, atamning opasini biz anam deymizda atrofida. Dadam o'zi saypin odam kabi. Halqi 4 yanchiqlik chapallarni shu vaqtda bir oqshom bitdi ekan. Herib qolgan vaqtida tambur chaldi ekan dadam. Balkim ersiyatdimi, shunday bir ehtimollar bormikin deb o'ylab qoldim. Demek şu tambur çalgandan keyin bu birinci ustoz bo'ldi. Ammo do'rashni men 2007-8-yillar ham 2000-yildan boshlab xizmat qatnashdik. Xizmat chiqib oz to'la plastinkalarni ko'rgandan keyin bu uchi-buchilar tunish bilishlar va so'ringa basak, voyma qizdidi, u bu deb. Buni biz eng yaqin birodarlar o'tirib qolgan vaqtimizda qildigan o'nalatdi. Cho'qibda o'tirib qolib, masalan bunda qilib beraychi deb to'rab bersam bular voy deb qildi. Ondan keyin u buningga deb shu bir kanglab mushda bir bola bor deganligida anda bu so'rin akilaylar deb so'rinda bu birni ikkini do'rashtirib, voy bu puldigan ishga qilib boqaychi deb qilsam, mening bir odatim aniq bu boy siz degandek bir talant bo'lsa kerak bu-chu. Qulog'imga yiqib qolib qolsa, men uni cho'qim do'ra o'taman. Qulog'im qo'sha qilib qolganda joylab o'tirishim. O'rganalayman. Aynan boshqa birdan ish ko'p, 3dan 4 top, 4-5 yil do'raydigan bo'lib, qilsam so'rin degan qizib ketdi. Shuning bilan bu pishib qoldi bir yerga kelibchi. Undan keyin buni fursatlar va programmalarga chiqarib Bağdaq önüm inkasım şunda yaxşı. Şunu özüm de oturup qaragan xil amdan doğraydigan o'xshayman. Bu qalamdim bu qalamdim. Yolg'iz o'tirib. Ya şu birinci plastinka chiqargan vaqt 2000-yilmi? Yo'q. Biz birinchi plastinkani 97 mana shu Turpan Sifanga Darul Muallimga shaga muzik san'at sinfi deb qo'yamiz ana shu vaqtda. Bir sinf qabul qilinib Turpan shu vaqtda men top o'ynaydim ben. 3-sinfdan boshlab top o'ynayman-chu. Top o'ynab, shu maktabda birisini puti urib oldimmi, putimni qarib olib yozsam, u vaqtda biz Muratjon bilan qarda ishlaydigan vaqtlarimiz. Shanba berib qolsam, bir oqshomda o'tiriblar 60 metrlik deyni aqaldan toshqiziblar. Dey toshqizimiz deydi. Shu maktabdagi bolalarga o'chib-o'chlar berdigan vaqtlar. Bu dey taqilib yurib Turpandagi ma'lum bir dey ishlaydigan bir birodarimizni quloqi tushib. Buni qarday. O'zimiz so'qgan deylar taqilib ketdi. Shuning bilan o'tasam shu deychi bola kelibdi, Mehmet deb. Bu deyingiz ishlagan bo'lsaq deb kelgan deb. Bu eg'irga qilgan odam-chu. Bo'sh. Karvat yotamanda hali qo'sh men yataqning ustida yotib, "Va bu put mushundoq" desam, "Voy siz puting uzunroq şey etmagan" degan. Deb shundan ma'lum bilan bir ruxsat so'rab, "Men ma'lummi putim og'rib qoldi, masalan, putim davolatmasam bo'lmag'idek." Deblar Turpandan ketmay turiblar, shu deychining uyiga beriblar, Muratjonni bir hat ekiblar. 500 so'm muzikada shu chilib u vaqt. Bu yo'ling degan. 97-yil shu tunji maktabda bir saboq deydigan bir o'zimning ijodiyatini. O'sha notasini yozib, bizning Tursun muallim deb bir not nazariya darsi bergan muallimimiz o'tdi. Shuni ko'rsam, "Voy bu yaxshi yozibsan buni" degandan keyin o tekiz shu amaliq shu vaqtlarda ham aqtamay chekib bir amaliyotda bu bir aktiv energiyalik naqsh keldi. Shunda bir naqshdi. O'm o'tirib, yotoqda shu 4-5 soat tutib chiqib qoldi. Angacha moddayni ishlaydan bo'lib,
Muşunun qotaylı bunu deb. İsmi Pushayman bu naqshning asli ismi. Şundan bunu Savaq o'zgartayli deb. Savaq nomidagi plastinkamiz shu yilisi Üzüm bayrami kunisi 8-ayning 20-sida shu vaqtda chiqdi dey. Anandan keyin 98-yili Xaldun akam bilan bir hamkorlashib tanholik ichida deb bir necha endi shu vaqtdagi ijodiyatlarda endi o'zimiz O'zinglar ishlagan qo'ygan. Uni qildik. 99-yilga kelgan vaqtida shu Navaniki Nava Ünsünniki Maryam xonim Xushnava deydigan bir do'koni bor ayrim. Ailesi bu. Shunda qilib 2000-yilda Chiman Navasi deydigan plastinka. 2000 3-chisi chiqdi deysiz. 3-chisini chiqarib, araliqda bir 3 yil turib qoldik. Angacha Pattarjon og'inimiz adashim birni ishlayli degandan keyin suv bo'lib vaqtimda uni chiqargan bo'ldik. Biroq suv bo'lib vaqtim biroz kuchli ta'sir qo'zg'andimi? Meni qarashimda hozir qadar eng gavliga Chiman Navasini 2000-yildan ta hozirgacha Yine anlamadınız. Anlayatibdi. Bu yerda Nozir ukamning naqshlari chiqib qoldi. Av muzik qutilarida inkas yozganlar aka Chiman Navasidagi falan naqshingizni va aytmagan bo'lsangiz yo yo'llab qo'ygan bo'lsangiz deb aynan inkaslarni ko'rmachi, qaraganda deb andan keyin arliqda uzuqaroq yo'qolib ketdik. Xizmatda sharoitimiz degandek shu turmush alakchilik degandek bo'lib 2015 andan keyin kechilikda qatnashib qolgan. Bu kechilikka men borgan 2015-yildagisiga. Shu o'ylab baqsam mana 2004 ashidayni ishladik 10 yil mana. Araliqda 10 yil. Ham buning nima sabab desa bu shu muzika san'at sohasi taraqqiy qilmoqchi uchun oldiga qarabmoqdi. Birisi biz turmush qurgan bo'ldik, bolliq bo'ldik. Buningga ham inson shu yashash uchun hamda nimaga muhtoj desam shu eng muhim shu iqtisod masalasi bo'ldi ekan. Iqtisod bo'lsa, ananikin bolani yaxshi tarbiyalab, oilani yaxshi qamdab, o'zimizning xizmatini yaxshi qilib ma'qul bo'ldi ekan. Ham bularni bir qur men hamda maktabda o'qishga ostili maaşım chiqib turdi. To'g'ri. Akbar o'z navbatida bir san'at muallimi. Akbar meni so'rayapman, qaysi Turpan Darul muallimi. Span deymizmi? Spanning san'at sinfi. Şu an 90-yil san'at muallimi. 20 yil shu ishlab ketdim. Shundan elayotgan maosh, shu maosh bilan oilani qamdag'anim bilan maoshga dasmoy samsak bağançı bir tal muzikini ham çağızıp onu eğitip onu pişiqlab biraz qilish uchun yana shu pul bo'lmasa bo'lmaydi ekan. Muratjon mening eng yaqin balog'inam do'stim degan holatdimi? Ammo hozirgacha shu 90% naqshlarimni akkordlashtirishni shu ag'inam ustiga iliqligimdi. Oldu amusum oldu asım oldu degandek-chi. O'shda bo'lgandan keyin u vaqtdamda adashmani qilib deyish uchun men uning cho'qim oz to'la ajr haqqini az bo'lsin bermasam bo'lmaydi. Shunga hamda eshitmam yo'qdir buning ham siliq sab qo'yib bu naqsh ro'yab chiqqaniga uni bu narsa berib bulanmay ko'ngil og'riq bo'lib qolmasin deb g'ayrat qilib shu anandan keyin bizning bajam deymizmi? Bajamning restoranda akşam işledi. İşledik anandan keyin. 90'da. Gündüz maktabda ishlayman, akşam restoran borman. Shu ikki taraf qatirab yuradigan gap. Shunda bo'lsa-mu bu ishdan tizdan oshmadi degan. Bu qanday qilmoq kerak deb hala shu 2015-yilga kelganda yana shu Pattarjon og'inimiz adash bu bak bo'lmadi deb. Chunki inkasim jiq bizga. O'sa bu yo'qolib ketding, bu ishlamamsa, yuraveramsa, bu nimandaq yo'qolib ketding. Am buni men maynamda pul yo'q deysam ba'zilar otsidek bildi.
voy deb. Şuna ham ichimga ilib, qilimiz oz qavotidil deb qo'yma. Shu vaqt kelganda adash biz zodi qilayli, agar pul bo'lmasa men jamlab beray. Siz kuchingiz yetgancha mana bir qilayli deganki, shuningga men ham odatda o'zimning mijozimmi daziliq shapshuk emas, ig'roq bo'lgan ekan. Adash shuni qilsa qanday bo'lar? Desam men bo'lgan gibi qilinglar deb ma'lum iqtisodni men qo'limga tutib qo'ydim. Ajratdi u. Lekin u menga bir hisob men uchun bir besim oldi. Chunki u haqiqatdan men ag'indachilik qilib bergan bo'lsa, men uni cho'qim vaqtida qaytarishim kerak edi. Bu jarayonda endi sizni bak o'yladim men shu vaqtda. Andan keyin o'sha bir necha kechlik qilgan ustozlarni masalan Samiy akam bir ishkirat qildi, Anvar Abdulla akam bir ishkirat qildi, Asqar akam qilgan bo'ldi, sizniki. Uni 5 yil kelganini bildigan gapga. Bu nurg'un jarayon borki, ba'zi kunlar shu ko'z yosh qilib ketgan yerlarim bor, Patarjon bildi. Shu o'yinga bir hafta qolganda artistlarni birlikka keltirish uchun o'zingiz bilasiz bir mazgil ketdi. Ularniki iqtisodiy degandek kelib ketishi, turalg'usi degandek. Chunki bu faoliyat ayadi bo'ldi-da. Shuningga mayli kimni taklif qilsak shu yoqqa berish kerak. Yo'l kirasi bo'ladi, turalg'usi tamog'i bo'ladi. Endi bu naydi? Eng aqalli chiqimlar. Uni qilmasa hech ish qilmaydi. Masalan, jabing bo'lib borgan taqdirdimi, hech qanday qilqi qalam haqqi yoki ish haqqi talab qilmagan taqdirdimi qilgan chiqimlar bor. Masalan, tekstdan boshlab pul xarjlash kerak bunga. Uni kendi ijodiyati, uni kendi peychisi, luyingi, milliy muzikasi bor. Milliy muzikasi bor. O so'xinglar bor. Naqshlar chiqib bo'lgandan keyin uning repetitsiyaligi, usul kirishtirdigan, buni etib pishirdigan, ana keyin sahna aloqasi, rasmiyatlar, madaniyat idorasi, soqchi idorasiga bayon qilmas bo'lmaydi. Jiq qiyinchilik. Shu vaqtni jiq ketadi uni. Shu kechlik boshlashdan burun saqlimni aran avaldim deyman. To'g'ri ish. Shunchalik darajada. Hamda iqtisod tarafga kelsak, shu shunday bir qiyinchilik Pattarjon shunday keynimdan yishtirib turmasa, ham nurg'un birodarlarimiz, do'stlarimiz yig'ilish qilib biz uchun qilganlar bor. Hamda u pul ma'lum miqdorda ma'lum yerlarga yetadi, ularga ko'p rahmat aytamiz. Amalga oshirolmay qolamiz. Lekin hamda cho'ng jihatdan shu Pattarjon hamda asosiy iqtisodni adash zada mushlimida qilmas degandan keyin men yana o'zim Xijlul bankidan bir 90 ming ko'y deymizmi? Shu chaqdida, shu vaqtida 90 ming ko'y pulni elib, hamda baka haq kirmay qilib shadi. Ne bir bo'lib qolsa, bizning shu vaqt eng tuvan teklif qilgan artistimiz 5 ming ko'y. Eng tuvani. Eng yuqorisi bordi 20 necha ming ko'yga. Shunda olgandan keyin oxiriga hamda shu oqshimisi men butun artistga Sarkarda Alkuyar yurishlik ishboshlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sopliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kartinasida o'zgacha bir ma'no bo'lib keldi. Sarkarda ishboshlari tish va tishmilik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri puruqini yo'qtadi. Sarkarda Alkuyar yurishlik ishboshlarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda yurishlik ishboshlari, Sarkarda. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yüzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastillari. kirgan balatning pulini hammasini berib, agar shu vaqtda hamda naq sotilgan bo'lsa, balatni to'liq bo'lgan bo'lsa, biz o'chaqda g'alba qildik deb o'ylayman. Iqtisod jihatdan
biz g'alaba qilamidik. He. Lekin yuz obro'y, inovat o'zimizdagi imtiyozini saqlab qolardik oydi. To'g'ri. Rahman Seni asli yetmoqchi bo'lganingmi ma'naviy jihatdagi foyda, jamiyatga beradigan yaxshi ta'sirda uning yetdik. Men undan ansam shu kuni odamjiq biroq bilet setilmagan. Shu bilet bir paks kirib, yeni paks chiqib, yeni shu bilet yeni kirib emasmi? Manda Şu an bir yere kilip ben telefon takvatla özünüz bilirsiniz. Ben avar kımangla hemen bir hatırlayacağım. Sizga baştan ahir oturup verdiniz. Ben pek hoşup gittim. Bugün zaten şu rahmet etime. Bir vaxtıda bir skiripti. Adaş bu bilet bir yere kip 20 koydum kirip oturdu. Anandikin bilet muşundak igiz pes pop gidiyordu. İşini açıvetanlar dedim. İşini açıvetanlar ben pul tapağa kımadan may keçilikle. O bütün avam kösün. Huzurlansın deb qilyapman. Ichivatinglar dedim. Men bu asli maqsad. He. Asli maqsad shu. Shunda desam, unda qilsa qanday? Uninglarmi kasayim yo'q. Kasayim yo'q. O'rganib olgan gap ku. Bo'ldi. Sen shu vaqtida jiq yashamda. Nima Zulqumar kayfiyatini o'xshabdi. Aka va bak o'ylab ketmadi. Atatur sanoq kirdik dedi. Shu chiqib ko'rib olamsiz degan ekan. Halim ko'ryaptim ha. Sening burjiga chiqib shu qarasam shu liq adam ekan o'zingiz bor. 10 mingdan kam emas u adam. İçim aqib ketdi zot. Bir xil hayajonlanib qolsam bizni deb keldi-da ular. Akbar Abaydulla kechiligin deb keldi. Ey deb qaytib. Agar damallik qilib birinchi pardaga chiqqan bo'lsam, o'zimni yo'qotib qo'yishim mumkin-chi. Ama şu rejissorlarniki tajribasida shunaqa qilib hozirgacha hamda ash kechilikni nerber qilib hatta oldin qilib tugatdim qazimni. 2015 qazimni tugatdim. Kechilikning oxirgi qazini oldingi yili tugatdim. Mana bu nimani ifodalaydi desa, bu jarayonda nurg'un mushaqqat, nurg'un jafo mushaqqat yotadi. Hamda ko'pchilik odam bilmaydi. Balkim u kuni o'yinga kirgan tomoshabinlar jiq narsani o'ylamaylar. Oho, o'nma odam bormishada. Va topdimmi deb shuni o'ylaymiz-ku biz ham. 90% shunday o'ylaydi. Ha, shu lekin mana orqadan nurg'un hikoyalar bor. Hamda Akbar Abaydullaga o'xshash, Ilzatga o'xshash, Xalmuratga o'xshash mana shular o'z yaxshi ko'rgan naqshchilarning amniyatda jamiyatdagi ta'siridan boshqa yana odamlar bularning ashundoq bo'lishini umid qiladi. Chunki balkim 10 ming odam kirgan bo'lsa, ashundoq tepish kerak bo'ladi deb o'ylaydi. Umuman xafa o'g'lim bo'lmaydi, ammo bu bir xato tushuncha. Endi shunday bir yaxshi asarning odatda bir naqshini vujudga kelib xalq bilan yuz ko'rish uchun nihoyat uzun jafo, bir jarayon, undan iqtisod, shunday bir ishlarning bo'ldiganligini hech odam ishtiqli o'ylab ketolmaydi. Shunga bizga ba'zi talablarni ortiq yuqori talablarni qo'yib olish mumkin. Mana hozir biz bildik 2015-yil o'tkazilgan Akbar Abaydulla naqsh kechiligining haqiqiy qiyofati mana bunda. Odamlar haqiqatan huzurlandi. Haqiqatan ko'p ko'di. Hatto oyog'ida bo'ldi. Ishni echib o'tganlarimiz ko'rsin. Talada odam bor. Kirplanmayotgan yoki bo'lmasa patmaymiz deb ishni taqib olgan. Ammo bilet ag'a odam oz. Mana shunda bumi bir biz o'ylab boqmagan bir ishlar. Ammo oxirida hammasi nihoyat yaxshi bir natija bilan, nihoyat qizg'in olqish sadolari bilan bu kechilikni tugatgan. Men bu qatnashgan bu kechiliklarga. Yana bir ishsini eson bormi shu Ipak yo'li sadosining musobaqasida qatnashgan vaqtda bir navbatlik naqshida atalar to'g'risida, atalar kuylangan bir naqshni aytgan. Chiroyli tekstim nihoyat ondan. Naqshni aytish jarayonida bir oz hayajonlanish bo'ldi-da. Sinildi. Nihoyat test kontrol qilib, meshaga bir hissiyotlar taqishib qolgandek bir kayfiyatda aytilib o'tdi bu naqsha ish qilib, hissiyotni, hayajonni kontrol qilib o'tdim biroz tajribalik naqshchi bo'lg'achqa. Naqsh tugagandan keyin o'zini tunishtiradigan bosqich keldi. Shu yerga kelganda o'zing to'xtamay qolding, hayajonlanib qolding. Yig'lab ketding. Ondan biz ma'lumlar bilan sen bir az vaqt berdik. Şu jarayonda bu sening yig'ing bizga yuqib, bizmi yig'lanib ketdik. Yenimdagi ma'lumlarni aytib bir hayajonlikda o'tadi. Shu vaqtida hammamiz bu
naqshini bir chin yuragidan aytib shu hayajonni bizga yuqtira oldi deb tushundik endi. Gerçi shundan bir yuqori kayfiyat hayajon bo'lsa-mu, o'zini kontrol qilib naqshni tugatib olgandan keyin andin qolgan eliqi yuqtiramay qolgan hayajonlar to'kildi-da. Shu jarayonda ma'lumlarmi hammasi o'rtaq yaxshi bir bahoni berdi. Shu vaqtdagi eliqi kayfiyatdan qandoq bir ro'y holatda shu naqshni aytib tamomlading, oyog'ida nimalar xiyolingda shunday bir hayajonda bo'lib qolding, sababini bilish bo'lamdi. Bo'ldi. Chunki siz boshchilik 4 ustoz bor edi. Shundan men ideyamdan azroq tayyorlik bo'lg'ashqa shaga chiqib men pastlik tomoshabinlarni ko'may. Sizlarning o'rligingizni amallamba ko'may. Men shundoq shim bir ko'ngil aytib olay demak bilan boshladim. Hem başta şu azroq o'zimni o'ngshab aytgan ovozimni anglab musiqa bilan bir aplashib olg'icha sal vaqt o'tdi hamda egizbachchilik. Bag'ancha kirib bunaqa hamda turib shu ota-onamiz ziyodimiz keldik. Yani ular biz nima qilib beryapmiz, biz qanday qilishimiz kerak? Shu bechora ota qanday qilyapti? U bir hissiyat. Shu aytib naqshi tamomlangandan keyin ham siz degan yerda shu yumbuloq bir tükürük bir turib qoldi-da bu yerda. Shu turib qolgan ekan. Lekin o'sha endi yerda nurg'un odam ko'ryapti-da. G'ayrat qilmasa bo'lmaydi yerda. Qanday bo'ldi bir chiqib ketib qoldi. Qarasam, ko'zimni ochib qarasam sizlar uchingizlar qarab o'tiribsizlar. O'tiribsizlar, shuninglar mushu butun xalq e'tirof qilgan cho'lpon ustozlarniki e'tirofiga erishibdiman degan ma sharaf meni bir hayajon savatchi. Savatgandan keyin o'zimni tutib olamay, yig'amni ko'rsatkim kelmay burilib sal o'zimni to'xtatib olay. Shu o'rilib olgandan keyin tig'im bu avjab ketdi-da, bu tutib turamayman o'zimni. Bu xeli baklar. Xeli bak. Onda shuningdan g'ayrat qilyapsan bir aka o'g'anniki bir chidam keyningda nurg'un odam turadi ustozlaring qarayapti deb o'rlab o'ziga deb andiki o'zim boshlab ketib qoldik. Endi bizmi bunda hayajonda bo'lib baqqan bo'lg'achqa biz to'g'ri tushunamiz. Shunda hayajonli minutlar bo'lgan bo'libmi? Akbar degandek dastlabki eng dastlabki aytgan naqshlarimizni qarday deydik-ku. O'zimiz do'stlarimiz bilan lo'yin qilib, birinchi qatim do'stlarimizga uni o'zimiz taqdim qilib, ularning inkosini ag'oqtga hayajon. Shunda musobaqada ma'lumlarning ya ko'pchilikning e'tirof qilishiga erishgan vaqtga hayajon. Uning gap to'g'ri kelmaydi, o'ylagan yerlarimizdan chiqib qolsa, yig'lanib ketadi shunda. Shu yig'lanib ketadi-ki. U kuni mening xo'sh o'g'lim Akbarning ashulaqi shu darajaga borgan bir hayajonni kontrolligini yo'qotmay naqshini tamom qilishi. Nihoyatda yaxshi bo'ldi. Endi shu yaxshi natijalarni egasi bo'ldi. Hozir baya biz aytib o'tgandek naqshidan boshqa Akbarning yana akordeon chaldigan, garmon chaldigan bir aloyliklarimiz bor. O tarafdami maktabda o'rgangan o'yna shumi? Darsni shu orqali beramiz hozir. Undan boshqa baya bolalar degandek, biz deyishgandek shu do'rash talanti. Men bir necha qatim birga o'tirgan bolalar. 90'lığa, turpallığa bağa. Doğraydıqanda Xalipa. Xalipa. Doğrab tursun hazırla. Ya hoşta qilib baqsaqchi. Sen ish topma. Olmay bıraktın. Bilne. Ya bir vaqtda isimni qalaylik bir boy bilan bo'lmaydi. Osh ko'z oldimga 90 ya turpanning yezilib bir peshqadam pokiz qirg'an boy mo'may keldi juma keltirib tutgan ovozda obraz bor. Ovozda obraz bor. Oshda qipaqa. Urug' yuvosh boy debdi. Ko'z oldimga keldi. Akbar dedim mush adam. Noy pokiz qirg'an ojizroq kaltak saqlab o'rg'roq adam nima? Ayni dedi. Kelib ketdi o'zi. Ya ashni bir anglayli. Ha bo'ldi. Bu ya ürümtüm ışkım katta. Hani ha. Abdurrahim Abdurrahim
Анда тұрып та бүгін қалдық, анда паралышып атымыз. Сәті қайда қойса? Сәті білесіл білмейткен соңғы, үстімір білмем сұбаса, нақшылы соңлап тұқуаз. Da ağıl sağal. Acizrak kırgıtça. Aciz bu. Mumay çu mumay. Hoş bu oyna mumay. Әнікі, кетірейді. Біләл кеш қалдық бүкен. Қамген шұғырым дәмет дейді. Bir adam yıkılıp geldi gider şu he. Akıl tirik ayağla. Adamda başlap mağda. Mumayna kalcını var. Ya güzel çakalmayı çırakla üçü vata hadi geçti. Andan ne yapıyor? Muşu biz bildiğin ustazlarının avazını yama okuştuk ya. Mesela beni mi doğru koyayım sen şimdi? Doğrayma. Bu Zoraydı sizde. Ustasını doğraşını ben nereden taptın deseniz karanız. Siz destlep deme. Sırlık duman neymiş ben sürme. Aslında nakşıladın başta. Nakşıladın öğrengen emas mı? Nakşını öğrenip bir yere gelip qarasam bu sahnede etot orundap çıktınız. Ve bu adam aktyorluğunu pitayganınızda ben şu vakti bilmem de. Deyinin kaplarına qaramaptı ben bir vaqtlarda. Şununla bu adam köpkülük adam kendi yaman bilmeykendi bu dep şununla. Oturup onu dorap sorularda dep koyman da onu. Aşı bir etotunuz abi nima? Atışlık bir adam böyle yağancı, bilermen, goppancı degancha siz bilermendan chiqsiz go. Elik adam oynayapti. Unda oturdu girvektilçi senin girvekide. Degende otasam bir çaşkan bir müşkü vat qoğlay atmam da. Deydiçi. Ablakamasta çıkış et. Bilme. Hazır çaşkalı yaman. Attıgın seni bizni qoğlaydı mı çaşkalla? Ama onun niyetinin yamanlığını şu bizden televizor dili bilgen. Bilme. Deydiçi. Şunda qilib asta şuna qısama qarning chiqdi. Bu qarnim yomon katta o'ynayotdingiz emasmi? Xalmuratgan bil. Ya kitobning atrofini o'qiydi. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va choch yuyish suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Tuncu kar diye. Tuncu qarnichi. Üzüldü qolgan bu gaplar ichiligidan chiqadi. Gil qo'ydi. Ish qilib amma sizda nima desam bular? Bir oy bil yursak-ku. Amdallah bu qalattımdı. Shu ko'pis bo'lib qolatdimki. Men bu bir necha so'rovlarda shundan anba başkalarla ortaklaşmak çok ayrı. Nakşa, müzika, hazır icadiyat. Hem böyle bunu da kam bir nes şu ma hiçi de. Anda meskende yakında benim bilişimçe bir işxana kaldı. Özenge layık bir işxana. Adette bir şoyan deyimiz bu. İcadiyatlarını kılıp, anca müziklerini kuraştırıp bir şoyan alette başkalarına anlatıp bekiş için maksıdı ya ki çoğun loyunu tapşırdığında Üzemni qo'laymışını bir tayyorlikni qutlab olay deb bir ishxona qurib oldim da. Buni 2010 dastlab uyga qildim da buni. Azroq iqtisod qilib nurg'un oqaldim dastlab yurib 5-6 ming ko'p pul yig'ib shu vaqtida. Uydagilar bir qo'llaydi amoniga, shuni bir qiling azadi deb shuni sal endi o'ylanib qoldim bu naqshamni aytib olay desam falon yerga borsam voy bu vaqting bormi voy u bu deb turg'unimdan bir qilay deb 2010 ishxona qildim uning oldida shu Xaldun akamning ishxonasiga borib o'rganib ovoz oldigan narsalarni o'rganib ammo bu da bir necha yillik tajriba bilan
ishxonamni qilib olib, va o'makka 5-3 yil taklif qilgan bo'ldi. Shu jarayonda o'makka bir cho'ng tipdagi usuldan bir ishladim ham. Ahangini yazdingmi? O'zim yozib, shu Davyodek kengayroq qilib ham o'zimcha. Ularga yaradi, Yasin Shahzoda Sunayni chaldi uni. Xil yaxshi bir asar bo'lib qoldi hamda ko'nglimda. Qilgan ishim shu ham cho'ngaroqchi. Hoy, unda bo'lsa hozir ijodiyatlar hozir xili taraqqiyotga erishibdi-jumi? Shu o'yin ichida azroq bir nimalar bor. Bo'pti. Budan berib qolsangiz. Tirishqandan foydasi. Endi burun san'at muallimi, hozir endi o'makda yana xizmatda bo'lyapmiz, Hozir kasbiy o'makda rasmiy ishga tushib ketgan gap. Yo'q. Hozir meni shu taklif bilan lozim bo'lganda ariyat. Hozir ham yana vaqtim to'shib maktabga. Yo'q. Hozir bir kanatga tushdim hamda. Ha, hozir xizmatlarning ehtiyoji. Ehtiyoji bilan. Ya buni to'g'ri tushunishga bo'ldi. Hozir shunda bo'lganda Akbar nomi mana besib o'tgan yo'llarini bilan tanishib chiqdik. Demakki, hech qanday bir natija ajr mehnatsiz emas. Bo'pmi? Sizlarga o'xshash mana tirishchan bolalar ajrinlar yerda qolmaydi. Bizning tilaklarimizmi o'xshash. Yana taqim yuqori pallalarga o'rlashinglarni umid qilamiz. Ham sizlar bilan faxrlanamiz. Mana shunda Akbardek bir yurtdan chiqib viloyat tavasi, viloyatdan chiqib Shinjon tavasida o'zining ta'sirini qo'zg'agan bir naqshchining bizga shunchalik hurmat qilib, akimiz, bizning ustozimiz degini bizning sharafimiz. Bular yaxshi, sizlar bir yaxshi asar bilan to'lsanglar, bizmi huzurlanib qolamiz, bizmi faxrlanib qolamiz. Rahmat. Ish qilib qiyinchiliksiz ish bo'lmaydi, Akbar. Yana davomli tirishib, teximmi yaxshi natijalarni bo'g'aylar. Rahmat ustoz, rahmat. Cho'qim shunday qilishtirishimiz bu endi. Buguncha bugun hamda jiqti birim akagili bo'lmadi. Olsam go'sht akalaysam ichin issiq tutyapti. Bo'lmayotgan. Uni ustiga yo'l issiq hozir. Yo'l issiq. Non akalaysam non qit birdan u ya. Uruklar qanaq? Uruklar buzak pishib yutib ketib qolgandek aylanib qilib. Keyinchida qilamadim. Jujamning vaqti o'tdi. Jujam olib tushib ketdi-da. Qanaq qilamiz endi buni? Sizga shu ma'naviy bir oziqlik beraylarmi? Xo'p. Siz yodingiz bormi, yo'qmi? Buni 92-yildikisi, ma 93-yildikisi ko'rmoqni o'zingiz tunamsiz bilmaysiz. Ko'rdinglarmi ko'pchilik ma ishni 92-yildikisi. Tunji navbatdagi nopuzliq taqitilgan kaset plastik. Luyindayda bu ayni vaqtda hozir luyinjilar yo'q. Buni 93-yili qora tuproq degan mushuliq nimani rekord yaratgan deyman. Shinjon shu chaqda eng ko'p sotilganday. Bundan keyin buni ishlagan. Uyvesib oldi-ku deylar. Uyvesib. Nopozga nopozga 2-3 ama netchini ap mushuni aran saqlab noyat pokiz turibdi-mi? Voy, bundan men bu Akbar inimdan men qanchalik aqid qilganligini bilib olsam bo'ladi. Rahmat. Bu ikkimizning ovozimizga o'xshab ketgan demaysa, rahmat sidamiyalarimizni o'xshab qoshlarimiz texi yo'q. Burutni evatganimizni ko'rmamsa, yana yaxshi bo'ldi bumi? Bum bo'pti. Menga beryaptingmi? Berdim sizga. Xo'p, rahmat. Bu o'zimdan yo'q rostchi. Hamdan saqlab qo'ysizmi? Men bir qatimda uyda ishxonani 2 deylik loyinji bor. Shonkal loyinjimi? Mani sizga asl sizda tursa, ani men ko'chirib yana saqlab qo'ymsam bo'ladi. Xo'p, rahmat. Mani endi olmasa, olmayman. Berib turma albatta. Voy, sizga berdim mana. Qat so'g'at bo'ldi. Biroq bizning yana sizlardan naqshonligimizmi bor-da? Voy, bo'ldi. Siz bir nima desangiz chidab tura olmayman ustoz. It qo'ya. Ma'qul. Bir it qo'ya. Ma'qul.
Dilek var dilimde, anam yığılap kalmasın. Garip kalsam ben kalay, atam garip kalmasın. Kökte uçsam amitın, mağrur yürgen kamitın. Her dem körgen rahatım, ana sensiz kelmesin. Her dem körgen rahatım, ata sensiz kelmesin. Her dem körgen rahatım, ata sensiz kelmesin. Yüdüp men mubeqi valay, hidlerini puri valay. Cafayı da men bulay, anam herip kalmasın. Tar bolmasın yolları, muhtaç kılma kulini. Bergin barça huzurini, anam yadap kalmasın. Bergin barça huzurini, atam çarçap kalmasın. Bergin barça huzurini, atam çarçap kalmasın. Ömür bergin anamga, ümit bergin atamga. Canlar katkın ciniga, anam göz yaş görmüsün. Azabını bana ber, hasretini bana ber. Azabını bana ber, hasretini bana ber. Menla tartay hemmeni, güldek anam var mısın? Menla tartay hemmeni, tağdek atam var mısın? Güldek anam var mısın? Tağdek atam var mısın?